Mehmetni sajda qilgan holda o'lganligiga guvoh bo'lishadi. Bu voqea ham hayotda bo'lib o'tgan, ya'ni 1999-yil 12-noyabrda 845 kishini bu dunyodan olib ketgan zilzila Turkiyada sodir bo'lgan va ularning ichida biz hozir aytayotgan Mehmet ham bo'lgan edi. 3 kun o'tdi, ustozi Xolid Duzjaga borishga qaror qildi. Uni uyini bilardi, uyini oldiga kelganda uyi umuman buzilib ketgan edi. Uyni yonida shu bir odam bor edi, undan so'radi, mana shu yerda shunday yigit yashardimi deb. Ha, ammo ularning uchalasi ham, ota-onasi ham, Mehmet ham zilzila natijasida halok bo'lganligidan xabar topdi. Ammo shunday bir voqea bo'lgan ediki, u hammani hayratga solgandi. Bu odamning aytib berishicha. U odam aytdiki, zilziladan so'ng shu odamlar uni zilzila hosil bo'lgan joydan olib chiqishga harakat qilganlarida Mehmetni sajda qilgan holda o'lganligiga guvoh bo'lishadi.